To'lqinov agronomda sotiladigan 33 sotikli uyimiz bor. Mana shu ko'rib turgan uyingiz, xudo xolasa gazlari ham narsasi kelib turibdi. Ular vasazlar bo'lgani. Xo'p, bo'rimizda polni dacha qilsazlar bo'ladi, ya bo'lmasa mol bag'ab chorvachilik qilsazlar bo'ladi, baq qilsazlar bo'ladi. Mana shunday imkoniyatda mana shu uyimiz, ya'ni 33 sotikdan iborat bo'lgan mana shu uyimiz beradi. Endi bu to'g'risida batafsil ma'lumotlarni o'tamiz. To'lqinov agronomga kirib keltirganimizda, Ornaning bo'yidan keltirganimizda, Guna ko'pirdan ozgina o'tganimizdan keyin o'ng qo'limizda joylashgan mana shu uyimiz xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Ornaning bo'yi suvdan hech qanday muammosi yo'q. Chorvachilik qilsazlar ham, bog' qilib ishlasazlar ham, dehqonchilik qilsazlar ham mo'shni yerlardan bo'lgan 33 sotikdan iborat bo'lgan uyimiz xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Salma o'tirilgan. Ko'rsatlar bo'ladi. Bu yamizda manaki oqar suvlar nasos bilan shunday suvni haydaversa suv keladi. Bu yamizda gaz turbalar o'tirilgan. Gaz turbalar 75 lik gaz turbalardan o'tirilgan. Bemalol uyingizga xudo xolasa ruxsatini olib tortib olsangizlar bo'lgan. Yaqinda qurilgan uy emas, toza uy, lekin shu gazga ruxsatini olsangizlar bo'ladi bemalol. To'qlari o'tirilgan, suvlari bor. Santexnika ishlari qilingan. Mana to'qlarni ko'rsatlar bo'ladi, o'tirilgan. Bu yamizda garajlari bor. Elde uyimizga kiradigan darvozalari akfaynalar bilan. Mangat Makaya kanaliga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib ketinglar. Instagram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu yamizni ko'rsatlar bo'ladi. Arqa tarafi polni baq qilib, mo'shni qilib ishlag zo'r. Ishlanganda endi 1-2 yil qarovsiz qolgan, 1 yildayman. Ko'rsatlar bo'ladi. Manaki yerlardan qoniq, hech qanday sho'r chiqmagan, polni baq qilib ishlab o'tiraman desangizlar bo'ladi. Chegarasi botomizda mana shu Makapayaning oxiri, qo'raning oxiri bilan mana shunday mana teraklar ham sizlarga kiradi. Agar olton bo'lsangizlar, xudo xolasa uyimizning bu yog'idagi ko'rinishini ko'rsatlar bo'ladi. Bu yog'imizda mevali daraxtlar, olmalar bor. Bu yog'imizda shunday qora tollar uyingizga chiroy soyadan berib turibdi. Xo'p, arqa tarafida naveslardan bor ko'rsatlar bo'ladi. Naveslardan mo'shni qilib ishlangan. Issiq o'tmasligi uchun chiylar bilan mana shunday izolyatsiya qilgan ekan. Ko'rsatlar bo'ladi. Usullarni e'tibor bersangizlar bo'ladi. Yer kirg'onlarni ochib bor. Mana shu uyimiz. Endi uyning egasi bir narsani ta'kidlab o'tishni iltimos qildi bizlardan. Uyimizni bir qator ko'rsatib oldi. Buni uyimizning fundamentlarining ostini shishalar sindirib izolyatsiya qilamiz, keyin fundament quyganmiz deyilyapti. Paxsasi oydan qilingan polni divoli. Bu yamizda meniki olmalardan bor. Nechadir yashik olma berib turibdi deyapti. Mana ko'rsatib bo'ladi. Suv kelib turibdi, yaqinda suv kelgan. Mana shunday holatindagi mana olmalar qizarib turibdi mashina. Xo'p. Mana suv kelgani. Endi botomizda uyimizning ishlarini bir qator obzor qilamiz. Uyimizning ichidan, sirtidan polni haksi bo'lib qilingan, izbekskoy qilingan. Birinchi navbatda garajni bir qator ko'rsatib, keyin ichkari tarafga o'tamiz. Garajimizni ko'rsatsa bo'ladi. Garajimiz ham uzun, kengana. 2 etajga moslagan, ustini sklad qilsadan bo'ladi. Masalan, mashina. Qalay sizlar olib tashlab turib, ulkan garaj qilib qo'ysangizlar bo'ladi mana shu o'rimiz. Ko'rsatsa bo'ladi. Endi botomizda uyimizning ichi. Santexnika hamma narsa qilingan, uyimizning ichidan sirtini shunday vodoprovodlar o'tirib qo'yilgan. Ko'rsatsa bo'ladi. Borimiz, kirgan yerimiz, koridor. Koridorimizda shunday polimizni ko'tarib, choy-poy ichishga zo'r qilib, mesta qilib qo'ygan. Uyimizning yana bir plus tarafi hamma yeri stayash qilingan, keyin pollangan. Polni klyonka bilan bostirib, ustuna stayash qilingan, keyin pollangan uylarimizning hamma yeri. Bu yamizda rakovinalar uchun joy qoldirilgan, ko'rsatsa bo'ladi. Uyimizdan mo'shni, so'shni qilib bostirilgan taraklarni ko'rsatsa bo'ladi. Chiylarning hammasi akkuratni. Xo'p, kuxnyamiz o'ng qo'limizda joylashgan. Mana shunday kabinka ishlagan, qo'ydirgan. Bu yamizda nusi pechkasi bor dedi, duxovkasi. Bu yamizda qozon qo'yib, keyin bu yamizda tumchalar bilan mana shunday dekorativni kabinka qilingan ekan. 2016-yil. Mana shunday holatida. Kuxnyamiz ko'rinishi mana shunday. Santexnika hamma narsasi qilinib turibdi. Ko'rsatsa bo'ladi banyaning. Bu yamiz banyasi, banyadan santexnika hamma narsasi qilinib turibdi. Shu o'rniga kelgan.
qadar ko'rsangizlar bo'ladi. Xo'p, endi tomlari bilan, xonalari bilan bir qator tanishtirib o'taman. Bu yoqimizda o'tamiz shunday tashqari bittan kirish. Bu yoqimizda bir xonasi mana. Ko'rsangizlar bo'ladi. Pollardan moshni did bilan qilingan zo'r holatida. Mana shu patologlardan ustidan zakon etib bostirgan. Bu yoqimizda mana pesh tayyor turibdi. Moshni akkuratni qilib qo'yilgan ekan. Hammer haksi bol, moshni so'shni holatida. Bu yoqimizda yarim tayyor xonalari bor. 4 xona. Bu yoqimizda bir xonasi. Sal ko'rinmay turibdi videoda. Borimiz koridor. Eshiklari bor, polni tayyor turibdi, qo'yilsa bo'lgani. Bu yoqimizda botamizda bir xonasi, ustini bastarlashini e'tibor beramiz. Bu yoqda bir zal. Yana bir. Bu yoqimizda yana bir zal. Ko'rsangizlar bo'ladi, bir baho beramiz, like bosib ketamiz. Xo'p, bo'rimizda mana ko'rsangizlar bo'ladi. Ostini klyonka to'shab, keyin steyash qilingan. Polni hammer uyimizda. Shunday holatida. Paxsadan ham ko'rsangizlar bo'ladi. Yaxshi qulaydan, to'proqdan qilingan. Endi botamasa narx-navolarni aytib o'tib ketamiz. Bu uyimizning narxini aytgan bo'lsak, uy dunyalari 450 million so'm aytib yana ochib kelishdan yerlari bor deyilyapti. Kimga qiziq bo'lsa, uy dunyalarining nomerlarini qoldiramiz, o'zlariga bog'lanib, bemalol gaplashib, baraka qilsangizlar bo'ladi. Dokument hamma narsa soz deyilyapti. Sizlar bilan Mang'it Bakali kanali bizdan uzoqlashmaydi.